Ehtiyot bo'ling, bu ma'lumotlar sochingizni tikka qilishi mumkin. Tailandga borsangiz, bu joyda 18 ta jins vakillari yashashini bilib olasiz. Niderlandiyaga borsangiz, bu gigantlar mamlakati ekanligini tushunasiz. Hatto boshlang'ich sinf o'quvchilari ham 1.8 metrdan baland bo'ladi. Vengriyaga borsangiz, juftingiz bo'lmasa, yolg'izlik solig'i to'lashingiz kerakligini bilib olasiz. Bu kichkina joyga borsangiz, dunyoda haqiqatdan ham vaqt mavjud bo'lmagan joy borligini tushunasiz. Yangi Zelandiyaga borsangiz, u yerda bironta ham ilon yo'qligini bilib olasiz. Afrikaga borsangiz, pingvinlar faqat Antarktidada emas, balki Afrikaning janubiy sohillarida ham yashashini bilib olasiz. Misrda esa piramidalar atrofida keng cho'l emas, balki zich aholi yashaydigan shahar joylashganini tushunasiz. Islandiyada esa bironta ham chivin yo'qligini bilib olasiz. Germaniyaga borsangiz, ortiqcha ishlash qonunga zid ekanligini bilib olasiz. Shimoliy Yevropaga borsangiz, erkaklar uyda bolalarga qarab qolishi, ayollar esa ishlashga chiqishini bilib olasiz. Shotlandiyaga borsangiz, u joydagi erkaklar haqiqatdan ham yubka kiyishni yoqtirishini bilib olasiz. Xo'sh, siz qanday qiziqarli faktlarni bilasiz? Albatta video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmang.